Qachon uylanasan kabi savollar 3 nafar norasida go'dakning bu dunyodan shafqatsizlarcha ko'z yumushiga sabab bo'lishini kim ham o'ylabdi deysiz. Toshkent viloyatining Chinoz tumani Yallama qishlog'ida 3 bola, 16 yoshli Barno, 8 yoshli Nuriddin va 4 yashar Mo'minjon uydan chiqib ketganicha qaytib kelmaydi. Ya'ni ular birin-ketin bedarak yo'qolishadi. Eng qizig'i shundaki, har uchala holat ham haftaning dam olish kuni, ya'ni yakshanba kunida sodir bo'lgan. Bu hudud aholisining qishloqda odamxo'r paydo bo'ldi degan tahlikali gumonlariga hamda farzandlarini ko'chaga chiqarmasligi va hattoki bu qishloqdan bosh olib ketishiga ham sabab bo'ladi. Kalavaning uchi yashirin bo'lgan bu holatning surishtiruv ishlari deyarli 5 oy davom etadi. Mahoratli tergovchi Sanjar Rahmonov boshchiligida olib borilgan ish davomida ishchi guruh mayda detallar, ashyoviy dalillar hamda tergov motivini qidira boshlaydi va tinimsiz harakat, sabr-bardosh bilan qotilni aniqlaydi. Agarda siz ham qotilni odamxo'r deb o'ylayotgan bo'lsangiz, adashasiz. Aksincha, shu qishloqning soddagina qo'y og'zidan cho'p olmagan Zamir ismli bola bo'lib chiqadi. Bu voqealar Komil Sendarovning o'g'irlangan bolalik asaridan olingan edi. Ammo voqealar ketma-ketligi va sodir bo'lgan jinoyat hech qanday uydirma emas. Ya'ni bularning barchasi haqiqat, faqatgina qahramonlarning ismlari turlicha holat. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sud raisi Dilshod Tojiboyevning so'zlariga ko'ra, voqea 2010-yilda sodir bo'lgan. Vohid ismli shaxs 22 yoshida 7 yoshli Ozodbekni o'ldirib, hovlisining hojatxonasiga ko'mib qo'yadi. So'ngra oradan 4 yil o'tib, yana bir qo'shnisini farzandining umriga zomin bo'ladi. Bu gal uning qurboni 9 yoshli tilsiz, zabonsiz bolakay edi. Ming afsuski, qotilga bu ikki bolaning o'limi yetarli bo'lmadi shekilli 2017-yilda yana bir qotillikni sodir etadi. Vohid qarovsiz bo'lgan 4 yoshli qo'shnisi Azimjonni uyiga aldab chaqirib, uni ham shafqatsizlarcha o'ldiradi. Malakali tergovchilar, huquq-tartibot organlari xodimlari qayta guvohlar, jabrlanuvchilarni so'roq qilishgani, voqea joyidagi shaxslarni mayda-chuyda harakatlarini kriminalistika nuqtai nazaridan to'g'ri baholaganligi bois bolalarning qayerga yo'qolib qolganligiga oydinlik kiritishdi. Ayblanuvchini so'roq qilish ortidan qotillikni sodir etganning sababi norasida go'daklarning ota-onalari qachon uylanasan, to'y qachon deya doimiy tarzda so'rashgani deya qayd etilgan. Eng qizig'i shundaki, mahalla ko'y qo'ni-qo'shnilardan ayblanuvchi haqida so'rashganida biror kim salbiy fikr bildirishmagan, qaytanga namunali oilalardan biri bo'lganini ta'kidlashgan. Natijada ayblanuvchi Vohid Otaboyevga nisbatan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi BJR bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan. Vohid qilgan ish ruhiy sog'lom odamning ishi emas. Negaki hali bor yo'g'i 22 yoshga kirgan yigit odamlarning qachon uylanasan degan so'rovidan bezib, odam bo'lganda ham himoyasiz va begunoh yosh bolalarni o'ldirar darajaga borishi uchun ruhan nosog'lom bo'lishi kerak. Agarda unda tibbiy xastalik aniqlanmagan bo'lsa ham psixolog ishiga bog'liq ruhiy jarohatlari borligi aniq. Ammo bizning jamiyatimizda bolalarni ruhiy tekshiruvlardan o'tkazib turish, xususan insonda biror buzilish sezilsa, uni ruhshunos qabuliga olib borish madaniyati shakllanmagan. Aniqrog'i aqlga sig'masa-da, bu uyatli ish hisoblanadi. Biz sizga hikoya qilib bergan bir hayot qissasi sizga saboq bo'la oladi degan umiddamiz. O'zingizni va farzandlaringizni asrang. Rost 24 kanaliga obuna bo'lishni unutmang.